Xush kelibsiz Yulduz opa. Assalomu alaykum. Studiyamizda Yulduzxon Mosharipova. Aynan qora sedananing foydali jihatlari haqida bugun ma'lumotlarni yurtdoshlarimizga taqdim etamiz. Rahmat. Chaqirganlaringiz uchun ertalabdan mana erinmasdan kelib, sport ishlarini qilib kelyapmiz. Sog'lom turmush tarzi. O'shaning uchun mana sedanani ko'p menga murojaat qilishadi. Savol shundaki, nimaga foydali? Qanday qilib iste'mol qilish kerak va qaysi kasalliklarda mumkin emasligini aytib o'tishadi. Har doim. Sedana tarkibi jihatidan juda boy fermentlarga ega bo'lib, birinchidan bu timaginon degan moddada ega bo'ladi. 100% ga bo'lib olsak, o'shani 50% ni tashkil qiladi. Qolgan foizlarni mana temir, fosfor, kalsiy va antioksidantlik bo'lgan efir moylariga ega mahsulot hisoblanadi. Kalsiy tarkibi jihatidan bo'yicha mana boshqa mahsulotlar tarkibi ichida 3-o'rinda turadi. Bilasiz, mana hozir qish payti boshlanadi, hammada kalsiy yetishmovchiligi, vitamin D yetishmovchiligi boshlanib ketadi. O'shaning uchun bu mahsulotni iste'mol qilishni tavsiya qilardim. Endi iste'mol qilganda kuniga 3 gram tashkil qilish kerak. Mana bitta choy qoshiqni misol qilib aytsak, o'shani bitta choy qoshiqdan 3 marta. Iloji bo'lsa, bu mahsulotimiz ovqatdan oldin iste'mol qilish kerak. Chunki buni tarkibida yog' mahsuloti ko'p bo'lganligi sababli to'yish hissini nima deydi, ovqatdan to'ygandek his qildirib beradi. Ertaroq. Ertaroq, ha. O'shaning uchun mana ozish kasalliklarda metabolizm nima deydi, semizlikni 2-3-darajalar bor. Bu 90-100 kilo yoki 150 gacha bo'lgan bemorlarimiz davolab berish xususiyatiga egadir. Demak aytmoqchisizki, agar ovqatdan oldin biz sedani iste'mol qiladigan bo'lsak, oshqozonga, ya'ni oshqozon miyaga signal beradi. Ya'ni mahsulotlarimiz, iste'mol qilgan mahsulotlarimiz yetarlicha bo'ldi. Qornimiz to'ydi. To'yish hissini beradi. Va oshqozonga og'irlik tushmaydi. Ha, albatta. Me'yoridan ortib ketsa, zararli nojo'ya ta'sirlari bormi? Albatta bor. Nojo'ya ta'sirlarini ham aytib o'taman hozir. Ko'rsatilgan mahsulotlar tarkibida eng birinchi o'rinda turadi dedim. Islom dini bo'yicha yoki xalq taobati bo'yicha ham birinchi o'rinda turadi. Chunki bu mahsulotimiz mana rak kasalligimiz bor, o'sma kasalligi. O'shanda atipik hujayralarga ega bo'lganligi sababli atipik degan hujayraning shaklini buzilishi natijasida kelib chiqadi. O'shani yadrosiga ta'sir qilgan holda hujayrani parchalash xususiyatiga egadir. Lekin mana qora sedana rakka kasaliga foydali deb terapevtik usullardan voz kechgan holda foydali bo'lganligi sababli foydalanishni ikkalasini bir olib borish kerak demoqchiman. Mana terapevtik usul tashlab qo'yib, sedana anaqasi bilan yaxshi bo'laman deyish kerak emas. Ikkalasini birga olib borish kerak. Mana terapevtik mahsulotlarni qabul qilgan paytimizda uni remissiya bosqichi yoki dam olish bosqichida buni iste'mol qilib yoki ikkalasini bir olib borish mumkin. Juda yaxshi. Ikkinchi mahsul anaqasi ta'sirdoirligi ayollarda estrogen miqdorini, ya'ni gormon faoliyatini me'yorlashtirib beradi. Mana klimaks davri bo'ladimi yoki menopauza davri bo'ladimi, o'shanda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Erkaklarimizda mana testosteron faoliyatini yaxshilab berish, jinsiy faoliyatini aktiv olib borishga ham juda yaxshi foyda hisoblanadi. Uchinchidan, oshqozon ichak mana kasalliklarimiz bor, ich qotish, meteorizm yoki oshqozon faoliyatini orqada qolishi kabi. O'shanda ichini keltirib berish va tozalash xususiyatiga juda yaxshidir. 5-foydasi bu immunitetimizni oshirib beradi, hattoki bolajonlarimizga ham berishimiz mumkin. Suyak faoliyatida, mana rivojlanishda orqada qolgan bolalarimizga ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Endi bu sedanamiz nafaqat tibbiyotda, balkim kosmetologik faoliyatda ham foydalaniladi. Chunki bilasiz, bu mahsulotimiz tarkibida vitamin B kompleksi ko'p bo'lganligi sababli yoshartirish xususiyatiga egadir. Ayniqsa mana bo'yin sohasida Venera chiziqlarimiz deymiz-ku, o'shani siliqlab berish xususiyatiga egadir. Juda yaxshi, ajoyib ma'lumotlarni taqdim qilmoqdamiz. Yulduzxon Mosharipova hozir tibbiyot fanlari nomzodi hamsiz va yurtdoshlarimiz ko'pchiligi agar mutaxassis tavsiya beradigan bo'lsa, o'sha tavsiyalarga amal qilishadi. Baribir o'z ishining ustasi va mutaxassisiga yuzlangan ma'qul. Aynan albatta. Oq sedana va qora sedananing farqi nimada? Foydali jihatlari bir xilmi yoki farqli bo'ladimi? Ikkalasini farqi bor. Misol uchun mana qora sedana dedik, buni tarkibida efir moylari ko'proq hisoblanadi, oqqa nisbatan va kalsiy miqdori ko'pligiga ham farq qiladi.
qora sedanada. Qora sedana, ha. Oq sedanamiz mana tarkibiy mohiyati juda boy bo'lganligi sababli buni Ibn Sino bobolarimiz iloji bo'lsa mana iste'mol qilishdan sal qovurib, mana namlikini yo'qotgan holda iste'mol qilinsa yana foydali jihati oshadi deb aytganlar. Qanday holatda saqlash kerak shu sedanani? Iloji bo'lsa quruq holatida saqlash kerak. Quruq holatida saqlash. Quruq holatida va mana nima deydi, qopchalar bor. Maxsus qopchalar. O'shalarda foydalanish kerak. Nam o'tkazmaydigan Nam qopchalar. o'tkazmaydigan qopchalar, lekin mana polietilen bo'lmasligi kerak. Chunki bu zamburug'lash aniq xususiyatiga egadir. Yana buni juda ajoyib tomonini aytmadim. Mana teri kasalliklari bo'ladi, to'g'rimi? Teri butunligi buzilgan zamburug' kasalliklari, virus yoki bakteriya ta'sirli kasalliklarimiz o'shanga qarshi kurashga ega. Chunki buni tarkibida antioksidant va antiseptik xususiyati kuchlidir. Juda yaxshi. Bilamizki, organizmlar har xil bo'ladi va qaysidir taom yoki qaysidir mahsulot kimlargadir mumkin, kimlargadir mumkin emas. Aynan sedanani kimlarga iste'mol qilgan ma'qul, kimlar sedanadan iloji boricha qochishlari kerak deb o'ylaysiz? Aynan o'z sog'ligi uchun albatta. To'g'ri. Kimlarga tavsiya qilinmaydi? To'g'ri. Endi bu savolingiz qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Umuman mutlaqo qabul qilmaydigan kasalliklar bor va qabul qiladigan. Qabul qiladiganlar aytib o'tdim. Endi mana kichkina bolajonlarimiz chaynash xususiyati yo'q, to'g'rimi? Mana jag' faoliyati endi kuchlanyapti yoki tishlar chiqyapti. O'sha payti bera olmaymiz, chunki chaynash xususiyati yo'q bo'lganligi sabab. Agar moyi bo'lsa, mana tayyor, uni ichirishimiz mumkin, lekin 2 yoshdan keyin. 2 yoshdan keyin. Chunki ularda oshqozon ichak faoliyati hali mukammallashmagan, to'g'ri bajarilmaydi. Keyingisi kasalliklarimizdan biri bu mana diareya, dizenteriya yoki ich ketish faoliyati yuqoriroq bo'lgan kasalliklarga mumkin emas. Chunki bu bo'shatish, tozalash xususiyatiga egadir. Bu faoliyatni yanada kuchaytirib beradi. Keyin allergik reaksiyasi bo'ladi, bilasiz. Bu faqat qora sedan emas, hamma mahsulotlarga nisbatan. O'shani mana bioproba deymiz, o'shandan keyin qabul qilish tavsiya qiladim. Chunki bu allergik reaksiya ichki faoliyatni ham yomonlashtirib berish xususiyatiga egadir. Oldin sinab ko'rib, kam miqdorda mutaxassis tavsiyasi bilan yoki mutaxassis ishtirokida sinab ko'rish kerak bo'ladi. Undan keyin foydalanish. Undan keyin iste'mol qilish. Endi yana bitta anaqasi borki, buni tana vaznini hisoblagan holda kilogrammiga qarab ham iste'mol qilinadi. Bilasiz, mana to'la-chora konstitutsiyadan kelib chiqib, buni mahsulot tavsiya qilardim. Misol uchun mana 80 dan 100 gacha bo'lgan odamlarimizga 2 choy qoshiqdan iste'mol qilish tavsiya qilardim. Juda yaxshi. Bugungi ajoyib ma'lumotlar uchun sizga rahmat aytamiz va tavsiyalaringiz bo'lsa yurtdoshlarimizga taqdim qilishingiz mumkin. Albatta tavsiyalarim ko'p, chunki bilasiz, har bir mahsulotni iste'mol qilishdan oldin shifokor nazorati ostida tavsiya qilardim. Chunki nazorat ostida bo'lsa, mana nojo'ya ta'sirlar yoki boshqa kamchiliklarni bartaraf qilish uchun tavsiya qilardim. Yana bitta anaqa tavsiyam, mana ayollar kosmetologik faoliyatda dedim. O'sha payti sidamani terida o'tkazish kerak. Bilasiz, mana har xil ular qorishmalar qilishadi, ichiga qilingandan keyin ular o'z faoliyatini yana kuchaytirib beradi. O'shaning uchun sal ozroq yoki ko'proq solishni ular hal qilib, bioprobadan keyin tavsiya qilardim. Juda yaxshi. Yana bir bora sizga rahmat aytamiz. Sog' bo'linglar. Mazmunli suhbat bo'ldi albatta va yurtdoshlarimizga ham foydali bo'ldi.